ها گرد جهانی زندگی گردیده اند. گرم و سرد و نیک و بد را بارها سنجیده اند. حرمت پیران نمای و از جوانی بس مناز، زیرا پیران ایام جوانی را دیدند. السلام علیکم بیننده های عزیزی ما، سلام برسانه بهر هر یک شما. ما آمدیم با آهلیکی بالای ناحیه سمرقند برای تبریک کردن مادر مهربان که امروز زادروز دارند. خویسونانه را امروز در روز خورسندی خوشبختی تبریک میکنیم. آن لحظه های پر از احساسات و پر از خورسندی را پیشکش شما میکنیم. با ما باشید که رفتیم. السلام علیکم مهمانان عزیز، السلام علیکم مهمانان خانواده علی شیرکه. من امروز در این روز خورسندی مادر مهربان و عزیز دلها امروز زادروز دارم. آنا جان چندین نبیره ها، صاحبی هم نبیره و هم عبیره و این خیل مرتبه های زیاد که خداوند کریم نصیبشان گردان، عمری دراز برایشان میخواهیم. امروز مادر جان عزیز آنا جان دعاگوی خویسونانه امروز زادروز دارن. وقت خرسک زنیم بر نظام تکلیف میکنیم. مرحبا. آنا جان عزیز زادروزتان مبارک. امروز روز خورسندی را مبارک باد میگویم از نام تمام فرزندان، از نام نبیره ها، عبیره ها، تمام مهمانانی که حاضر هستند شما تبریکونی آمدن، از نام آنها تبریک میگویم. Tug'um aziz onajonimiz, buvijonimiz, qo'shnilarimiz sizni tug'ilgan kuningiz bilan, shukrona kuningiz bilan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Bugungi yubiley 80 yoshlik qutlug' kuningiz bilan albatta farzandlaringiz, nabiralaringiz, yaqin qarindoshlar nomidan sizni tabriklaymiz. Uzoqdan uzoq umr, yaxshi niyatlar, eng ezgu umidlarni sizga tilab qolamiz. Bugungi shukrona kuningiz muborak bo'lsin. Hozir siz uchun albatta farzandlaringiz nomidan bitta chiroyli she'r o'zimiz bilan olib kelganmiz. Agar ijozat bersangiz o'shani o'qib berardik siz uchun. Ishlarim yurishib ketsa galma-gal, kamlarim, g'amlarim bo'lsa butun hal, dunyoni bir chetga qo'yib eng avval onamni Makkaga olib boraman. Kaftidan qadog'i ketmagan hamon, men nodon qadriga yetmagan hamon, mehrimga hech davo etmagan hamon, onamni Makkaga olib boraman. Qo'yganman ko'nglimni ko'ngliga solib, orzuyim ushalmay ketmasa qolib, yo'l bo'yi ortimga orqalab olib, onamni Makkaga olib boraman. Men yomon, u yaxshi ko'rgani haqqi, bormasam kelib xor so'rgani haqqi, jonidan menga jon bergani haqqi, onamni Makkaga olib boraman. Onamdek mehribon kishim bormi yo'q, bo'lak kim ularchak menga zormi yo'q, chin do'stim farzandim jigar yormi yo'q, onamni Makkaga olib boraman. Albatta ayajonimiz bugungi buvijonimizni qutlug' yubileylari bilan, shukrona kunlari bilan yana bir bora farzandlari nomidan tabriklab qolamiz. Bugungi shukrona kuningiz ayajon muborak bo'lsin. Dunyo turguncha turing. Bolalaringiz, farzandlaringiz, nabiralaringiz boshiga soyabon bo'lib yaxshi kunlarga kelib ana shunaqa sizni tabriklash nasib aylasin. Imroza bori digar zodro'zaton muborak. Onajoni aziz hamxir ro'soy xursandi va omada faqat shoma tabrik qilgan gireym. Imroz chiqiliki ro'zi xursandi است. چقدر نیت‌های نغز و نیک ما
ما هست برای شما میرسانیم. برای امروز در روز زادروزی آنجانشان یک نبیره شیرین دلداربانوی هم زادروز داشته نه؟ تنی خودشان استید پیش آنجانتون با امروز دعا میکنیم همه کسی که مانند یعنی آنجانتون پیر شوید صاحبی الان خیلی نبیره و ابیره و یک گل نزدیکانتون الان خیلی 80 90 120 سالگیتون با اومده شما تبریک کردن نصیب کنند. امروز روز خورسندی هر دوی شمایان مبارک و امروز در روز زادروزی آنجانشان نبیره شیرین همچون پدرکا بودین هم خیلی روزهای خورسندی و فقط باشیم و آنجان هیچ وقت پیر نشوید هیچ وقت کسل نشوید و سری فرزندها با سایبان شده گردید دم پیری و دولت پیری بینید از پشت فرزندها فقط ساق و سلامت صحتمند شده گردید بخت و تخت و دولت فرزندان انا همین است. امروز روز خورسندیتان مبارک. حاضر من در اینجا همچون قناعت شده در اطرافتون پروانه هستند فرزندان عزیز میخواهند شما تبریک کنند یک تا نیت‌های نغز و نیکشان رو میشنویم. اولا السلام علیکم مهمانایم همه عین خودمو خوش آمدتون. آنا جان bugün 80 yoshligingizni nishonladik. Kelajakka 100 yoshligingizdan nasib qilsin. Baxtimizga hamisha boshingiz toshdan bo'lsin. Boshimizga bosh qosh bo'lib yuzlarga kirib yuring onajon. Bugün tavallud kuningiz bilan chin dildan tabriklayman onajon. Assalomu alaykum hurmatli mehmonlar va mezbonlar. Bugungi oqshomimizni sababchi qilmish qaynonam 82 yosh, ya'ni 81 yoshlarni qarshılayotgan ekanmiz. Bu kecha hamma evara, nevara, qiz, o'g'il bo'lib yig'ilishib shu kishini 81 yoshlarni to'yda qilib o'tkazmoqchimiz. Yana bizlarni boshimizda sog' salomat bo'lib, oila boshlig'i bo'lib, xavaydirakon, nasibli bo'lib 100 yoshlarga kirishlarini istab qolamiz. Sho'x-sho'x muzikalar bo'lsin, bizlar ularni tabriklab o'ynab beramiz. Onajon bu ikolar aytib o'tdi qanday bir 81 yoshingiz va 82 yoshingizni qarshilayapsiz siz. Men nima demoqchiman, 82 yoshga men ham kerak. Shu kelib sizni deraja nima tug'ilgan kuningizni men ke 82 yoshga o'tkaray. Mana shunaqa 182 ga kiring. Bizlarning boshimizga sog' omon bo'ling. Faqat yomon kunlaringiz mana shunaqa demoqchilik bilan o'tsin. Nimaga yaxshi niyatlarga yetaylik hammamiz sizdan boshlab, mana siz duolaringiz bilan. Mana bu qizimiz Dildorani ham bugun tug'ilgan kuni. Mana bu Alisher ukamiz hozir bu yerga yo'q. Lekin vaqtiga mana shu onajonim tug'ilgan kunlariga sovg'a bo'lsin deb yaxshi nevara qizcha sovg'a qilgan. Mana endi shu hozir qizcha katta bo'ldi, mana shu gapiradi. Assalomu alaykum uzoq va yaqindan kelgan aziz mehmonlar hamda mezbonlar. Mana bugungi yig'ilishimizning sababchisi buvijonimdir. Buvijonimning tavallud ayyomlari bilan men chin qalbimdan tabriklayman. Ularga uzoq umr, sihat, salomatlik, kelgusi ishlariga omad, zafarlar tilayman. Assalomu alaykum aziz mehmonlar. Mana bugungi yig'ilishimizning sababchisi onajonimdir. Onajonim bugun 82 yoshni qarshiladilar. Men bugun onamni tabriklayman. 100 ga kirsinlar, umrlari uzoq bo'lsin. Rahmat, muborak bo'lsin. Yana bir bora ayojonimiz shukrona kuningiz bilan sizni tabriklaymiz. Hozir siz uchun dunyodagi qimmatbaho kitoblardan biri kim Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga nozil bo'lgan. Albatta ruhimizni, iymonimizni quvvatlovchi kitob Qur'oni Karim kitobini, albatta joy namoz, tasbih, zamzam suvlari bilan birgalikda siz uchun nabiralar tayyorlashgan. Bitta qarsak chalamiz birgalikda onajonimiz uchun tuhfa etamiz. Marhamat. Muborak bo'lsin. Hozir jami ayollarni bir joyga to'plasak, ulardan so'rasak ayajon, ular uchun eng chiroyli sovg'a deb
gul dastani tanlashadi. Hozir siz uchun nabiralar aytishdiki, xonadonimiz rayhona, xonadonimiz jannat ifori, bizni buvijonimiz, duogo'yimiz, yoshligimizdan bizni tarbiyalab, pand kitobimiz, biz uchun yagona inson, biz uchun yagona mehr bulog'imiz. Ular uchun ana shu Samarqandimizning chiroyli guldastasini o'zim tayyorlab keldim deyishdi. Agar bitta hammamiz guldiroz qarsak chalsak, ayajonimiz uchun tuhfa taqdim etamiz. Marhamat. Albatta qo'ysin ona, hozir Alisher aka musofirchilikda yurishlariga qaramasdan sizni tabriklab, yaxshi niyatlarini bizga aytishdiki, ayajonimga borib yetkazing deb. Hozir mana bizni ko'rib turishibdi. Assalomu alaykum. Mana bugun ayajonimizni sizni nomingizdan tabriklayapmiz. Ana shu jami sovg'alar, jami yaxshi niyatlarni sizni nomingizdan ayajonimizga yo'llab qo'yapmiz va albatta bugun qizalog'imiz, ana shu xonadonimiz malikasi bugun tug'ilgan kunlarini nishonlamoqda ekanlar. Albatta Dildora Bonu uchun chiroyli sovg'alarimiz bor. Akajonlari hamda dadajonlari nomidan yana bitta qarsak chalib qo'yamiz. Marhamat. Hozir mehmononi aziz mehmonlar, bu yerda amatijonimiz xohlaydilarki, volidai muhtaramamizni va albatta qizalog'imizni bugungi shukrona kunlari bilan chin niyatdan, chin dildan niyatlarini yetkazmoqchilar. Assalomu alaykum Alisher aka, nazim shmo. Musofiriya va halom nakaysasmi? Bana imroz andomi shmo modarjona духтараки nozane tabrik aytayim. Hatto suxanhoy nag'z va nekaton boshadagar marhamat mo mikrofonni medorim baland gap zaned qaymi. Gapzanet. Assalomu alaykum onajonim, yaxshimisiz? Yaxshi kutusizmi? Kampirlar qatori yuribsizmi ona, yaxshimisiz? Shunaqa derajalarni ona yana yussasini ko'ring. Nima niyat qilgan bizlar uchun niyatga yeting onajon, sog' bo'ling. Rahmat, sog' bo'ling ona. Kızım katta kızma salam haymi? Salam yüzgeki. To salamat nima niyat qilganmiz o'sha niyatga yet. Sog' bo'linglar. Rahmat. Alisher aka, dur narafta esa do'zi Dildora Bonu, shmo'bim niyatoy nag'zashon budas. Marhamat. Shu fursatdan foydalanib men dadajonimga salom yo'llayman. Shu bilan birga oila a'zolarimning, ya'ni oyijonim, dadajonim, buvijonim, akalarimni borligiga shukurlar aytmoqchiman. Rahmat. Tashakkur deymiz. Endi esa aziz mehmonlar, yaxshi kunlarda, tarixiy kunlarda albatta shirin, chiroyli tortlarsiz o'tmaydi. Bugun ayajonimiz uchun, albatta bugungi Dildora Bonu uchun. Mayli, birgalikda bugungi shirinlikni kesib, shamlarni o'chirgan holda undan tanavvul etib, birgalikda bugungi oqshomni davom ettiramiz. Marhamat.
احساس کنم. مبارک باشه. مرحبا. شغلlarni olgan xalqqa birgalikda onajonimiz bilan nabira birgalikda kesib tanovul etamiz. Torda tayyor deb bordi, torda bu yer etsa. Mana Allohdan. Muborak bo'lsin. Shukrona kuningiz, bugungi tug'ilgan kuningizni yana bir bora farzandlaringiz, nabiralaringiz, yaqin insonlar, qarindoshlar nomidan jonimizni tabriklab qolamiz. Hozir albatta tortlardan tanovul qilib bo'lgan bo'lsak, marhamat. Bu yerda nabiralar xohlaydilarki, aziz buvijonlarini shukrona kunlari bilan tabriklamoqchilar. Marhamat. Marhamat. Assalomu alaykum aziz mehmonlar hamda mezbonlar. Mana bugun qaynonamni 82 yoshlari ekan. Ilohim bizga ham mana shunday kunlar nasib etsin. Mana shu yoshga yetish bizga ham nasib etsin. Xush kelibsizlar deyman. Sog' bo'lsinlar doim boshimizga, omon bo'lsinlar. Hamisha yomon kunlarimiz mana shunday quvonch bilan, xursandchilik bilan o'tishini tilab qolaman. Assalomu alaykum mehmonlar va mezbonlar, xush kelibsizlar avvalambor. Bimlovni 82 yoshlari bilan tabriklayman. Bimlov boringizga shukr, iloyim yuzga kirik, boshimizga sog' salomat bering. Dunyo turgancha tirik Bimlov. Rahmat, tashakkur deymiz. Bizroq shon sanamda yaxshi niyatlaringni eshitib qolaylik yaxshi kunda. Marhamat. Onajon yuzga kiring, hammamiz boshimizga sog' salomat bo'ling. Shu minglarga kirib yurgan vaqtlaringizni ana shu darajalaringizga tabriklaylik. Sog' bo'ling iloyim. Rahmat sizga tashakkur. Albatta birgalikda har bir so'zimiz isboti bilan deyishadi. Birgalikda o'ynab qilib bugungi shukrona kuni, bugungi bayramni albatta to'y darajasida o'tkazamiz. Birgalikda raqsga tushib xursandchilik qilamiz. Marhamat.
شیر البرکا ملک چمن سرده سنگر گلشنه ناز نیار بلبل بیانا سوینا بگری سنم این سوار یارسن علگز بوی 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 کارگز بوی بوی علگز بوی 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 کارگز بوی بوی
بیننده های عزیز، امروز نیز در خاندان یکی از پیران کهنسالترین همین دهه آهلی که بالا مهمان شدیم. آنا جان عزیز و دعاگوی یکی از پیری به تدبیر همین دهه عزیزمان را تبریک کرده، آن لحظه های خرسندی را، آن لحظه های شادباش و تاریخی را پیشکش شما کردیم. امروز که جشن 82مین بهاری خود را آنا جان عزیز پیشواز گرفتن، با همراهی شما به هم دیدیم. من عزیز bizning kuzatuvchi azizlarimiz, muxlislarimiz, ashaddiy kuzatuvchi yaqinlar, do'stlarimiz. Bugun biz ayajonimizni, buvijonimizni shukrona kunlari bilan chin qalbimizdan nabiralar, abiralar, farzandlar nomidan tabriklab, bugungi xursandchilikni siz bilan baham ko'rdik. Biz bilan qoling, Shahnon jamoasi bilan. Ba mo boshid, ba jamoai Shahnon sihatmand va salomat boshid. امیدم حیاتم توی ای مادری جان مادرم، قلبم صدایم نوایم توی ای مادری جان مادرم، شیرین زبانی درمان جانی، تنها برایم تو مهربانی، شیرین زبانی درمانی جانی، تنها برایم تو مهربانی. مادرم جان مادرم، شیرین زبانم مادرم، مادرم جان مادرم، ای مهربانم مادرم. پریشان افتان و خیزان از رنج دنیا، از بحر مایا، بر جسم و جانم پروا نکردی، از جبر دنیا دوا نکردی، شیرین زبانی درمان جانی، تنها برایم تو مهربانی، شیرین زبانی درمان جانی، تنها برایم تو مهربانی. مادرم جان مادرم، شیرین زبانم مادرم، مادرم جان مادرم، ای مهربانم مادرم. با سرنوازی پرورد ما را، بحر جهان آرازی ما را، بی تو جهانم معنا ندارد، عمر جوانم معوا ندارد، شیرین زبانی درمان جانی، تنها برایم تو مهربانی، شیرین زبانی درمان جانی، تنها برایم تو مهربانی. مادرم جان مادرم، شیرین زبانم مادرم، مادرم جان مادرم، ای مهربانم